Qaysi menyudan grafikka kirish mumkin? Grafikka odatda Excel diagramma qo'shish uchun Insert menyusidan shu yerda chart, ya'ni diagrammalar bo'limi mavjud. Uni bosgan holatda undan turli xil grafik turlarini tanlash mumkin. Misol uchun, column ustunli diagramma, line chiziqli diagramma, pie doirali diagramma, bar horizontal diagramma, ustun, area maydon, scatter nuqtali va boshqalar turdagi diagrammalar mavjud. Xo'p, u qanday ishlatiladi? Jadvaldagi ma'lumotlarni birinchi navbatda belgilab olasiz. Undan keyin qiladigan ishimiz menyulardan insert bo'limini tanlab, chart tugmachasini bosish orqali bu yerdan grafik turlarini tanlaysiz. Undan keyin grafik hosil bo'ladi va uni tahrirlab, sarlavha va ranglarni o'zgartirishingiz mumkin. Xulosa, grafiklar Excelning insert menyusidagi chart bo'limida joylashgan bo'ladi. Bu menyuda siz ma'lumotlarni ko'rgazmali tarzda ko'rsatishingizga yordam beradi.